davlatimiz rahbari kecha aytib o'tdilarki, agar islohotlarni chuqur mazmun mohiyatini tushunish uchun o'sha mahalla darajasiga yetish kerak, bilish kerak, his qilish kerak buni. Bu nima? Bu oilaviy poliklinikalarni qanchalik darajada ishlayotganligi. Mahalla tayanch punktlari, o'sha tibbiyot tayanch punktlari, ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalar, tuman darajasidagi qilinayotgan ishlar. Xalq demokratik partiyasini saylovoldi dasturlaridan kelib chiqib, ham elektoratimizni manfaatlarini ko'zlagan holda reja qilsak juda ham yaxshi bo'lardi. Bu hammaga buni taklif qilaman. Biz har doim mana shu oyda 3 kun, 2 kun o'sha borganimizda albatta nafaqat o'sha markazlar bilan yoki orderlar bilan ishlash, balki quyi tizimdagi mahallada bo'layotgan muammo, tibbiy muammolarni o'zimizga reja qilsak juda ham yaxshi bo'lar edi. Chunki qachon o'sha islohotlarni xalq o'sha mahallalarda his qilsa, bugungi bo'layotgan ishlarimiz natija berayotganligidan ular xabardor bo'ladi.